Chiroyli shakliga qarab pecheni pranik ya tatlıq türümiki deb qaldinglar do'stlar. Əməliyyatı bu samsa. Tünəgün öydəki jonlarning mehmondarchilikqa opirdigan issiqlik tavoq qaytirish dasqiniga mush samsini qilib yegib bergandim. Əşədəki jonlarning hammasiga yarab ketibgan, maqtab turib yeb ketibdi. Günahlardek shaklim shunchalik ko'rkam ham chiroyli chiqdi. Ta'miga gap ketmaydi. Əms buni qanday tayyor qilamiz-ki, oxirgacha ko'rib birlik dinamdi. Oldi bilan xamirni yo'g'irib olamiz. Xamirga ketarlik materiallarning gram sonini ekranga tafsili yozib qo'ydim. Xamirni mushi bo'yicha yig'asanglar 12 tal samsa chiqdi. Barliq materiallarimizni dasqi silib, yuzi paqraq holatga xamir yug'irib olgandan keyin 20 minut atrofida tindirish uchun qo'yib qo'yamiz. Bu arliqda qiymasini qilib olamiz. Qiyma uchun kalgushi yoki qo'ygishni ushshaq to'g'rib olamiz. Undan boshqa azroq bosh piyoz, yaqtirsanglar azroq qunaq qo'shib yotsanglar texim yeyishlik bo'ldi. Ta'min tangshash uchun muvofiq tuz, azroq qarmush, g'arib karabchisi o'qi, ya'ni chingsay o'qi, undan boshqa azroq zaytun may berib yaxshi aralashtirib qiymani qilib olamiz. Bugun mening ishlatganim El Nuri va Labrat markasidagi Ispaniyadan import qilingan tunji siqim zaytun mayi. Orqadan tindirib olgan xamirni taxtaga ilib ko'rsatilgandek tayshi qilib 12 bilakka bo'lib kesib olamiz. Undan keyin jumla holatda zugul qilib olamiz. Zaytun mayini nerdan setib olamiz degan uchurlarga bir javob qaytarib o'tay. Do'stlar, buni El Nuri va Labratning har qaysi joylardagi maxsus setish do'konlaridan setib olasizlar-jimi? Har bir zugulni mushtandek ligan cho'nliqida no'g'ish bilan nippiz yeb ichib olamiz. Qancha nippiz bo'lsa shuncha yaxshi. Undan keyin ichib olgan xamirimizning 4 tarafidan qo'limizning barmoqi bilan ichiga ishtib ko'rsatilgandek shakl chiqarib olib, o'tirni mijib chiqarib olgan qatliqimizni bir turaqlashtirib olamiz. Chiqarib olgan 4 yaproqning birinchisini ichiga qatlab, buni ustiga muvofiq miqdorda qiyma silib olamiz. Eshib qolgan 3 tal yaproqni ko'rsatilgandek bir-birisini ustiga kiyishtirib shaklini muqimlashtirib olgandan keyin yana bir yuziga o'rib olamiz. Shunday chiroyli shakl chiqadi. Undan keyin samsining yuzining chiroyli sarg'ayib pishib chiqish uchun bir qavat tuxum seriqi berib atgandan keyin azroq kunjut yoki manandek g'arib karabchisi bilan bezib olgandan keyin oldin qizdirib olgan duxovkaga silib 200 gradusda 25 minut atrofida pishirib olsaqlam tayyor bo'ldi. Tesh churek ichidan qiymalar to'kilib turdi. Sizlar al chuqur bir sinab yaqinlar o'rganib oldinglarmi?